Sana aytadi, mana uni ko'taring, ozgina qimirlang. Nimaga siz bulardan qo'rqasiz? Bular siz bilan ishi yo'q. O'tib ketyapti, 20 metrdan keyin sizni eslamaydi. Foydalaning bulardan. Nima? Qayerga bu? Sen yonib ketsang yoki uyingda suv toshib ketsa, yordam beringlar deb sizga turasizmi? Yordam beringlar. Baqiring, mana kuchaning ozgina. Nima? Burningizni tagidagi holni ham eshitmadi sizda. 10 marta baqirib o'zingizni qiynagandan ko'ra bir marta yirtib bering. Oya, kasaloq. Nega asraysiz? Oyi deb. Oyi deng, qorningizga bosim bering, munchasiz. Yordam beringlar. Qattiqroq ayting, yordam beringlar, meni o'ldiryapti dengchi, yordam berarmikan birortasi? Kelarmikan shaqar? Bak, qattiqroq. Davay, pirpirlamang, ko'zlaringizni pirpirlab. Siz-ku qilolmagan, nimaga pirpirlaysiz? Odatlanib qolgansiz ota-onangizga pirpirlab ishingizni bitirishga. Uzog'i pirpirlab yig'laysiz, eshikni tars yopib qochasiz. Keyin uyingizga borib xotiningizni urasiz, u olib ikkita bolasi bilan 8-etajdan o'zini otadi. Bu yerda zo'rligingni ko'rsata olmaganingdan keyin uyingdagi zaiflarga zo'rligingni isbotlaysan-da shu yo'l bilan. Seni maydoning bu, janging bu, birortasi hay bola nima bilan yordam beray ham demadi-ku. Yurasanmi, gum bo'lib, sen gummassan-ku, ovozing bor-ku, faqat qo'rqoqsan. Shuni yor hozir shu yerda. Nima qilasan? Eshikma-eshik yurib. Bir kun logopedga, ertaga bu psixologga, ertaga bu neuropatologga nima qilasan unaqa yurib, o'zingni ham qiynab, otangni ham qiynab. Bir marta shu yerda uni yorib tashla, sindirib, buzib tashla, bo'ldi. Sen yomon ish qilmayapsan-ku. Nurbekman. Eng kuchli tarafing shumi? Undan ham qattiq qila olmasam? Qattiq qilib gapir, davay.